Qopni siz zakaz qilamiz aka. Kelding ukam. Yarim soat 35 minutga. Ozginchagacha qoldi aka, yo'l ham bilasiz, o'pik hozir. Mana zakaz, o'g'lim tug'ilgan kuniga dedi, o'shandan sizga vibro olib keldim, xohlaganingizni tanlab oling. Ya'ni qop bordim, 10 ta qopda bo'lsa 10 tasini teshyapti, bor. Mana aka, eng zo'rlarini olib keldim. Farqi bor, teshilmaganini ber menga. O kachesasi aka, farqi bor. Mana ham ikkalasi bir xil, faqat rasvetkasida farq bor. Narxi 180 ming so'mdan. Tanlab olsangiz bo'ladi. A bu 150 ml varianti, usti lakirованный sushi milgan varianti. Ya aka, u agar olmaydigan bo'lsa tepmaganingiz ma'qulroq-da, qirilishi. Ko'rib oladi, ukam. Mayli aka. Mana buni ham ko'ring, mana jabolarning hozir bolalarning trendli qoptosi, internetda ancha trendga chiqqan. Bu narx ekan bu. Buni 130 ming qilib beramiz aka buni. Nima farqi? Bu teshilmaydimi, shundan gapir, teshilmaydimi? Aka, hammasi teshiladi. Biz qopto'larga garantiya bermaymiz aka. Bola hozir ko'ryapsiz mana. Oddiy mana mashina o'ynasa ham hozir teshilishi mumkin shu qopto. Agar polilarda, o'tli polilarda ancha ketadi bular. Bo'pti, narxi 130 ming ekan, bo'ladi ham net. 130 ming aka, o'zi bo'ladi ham. Ya aka, o'zi 280 ming sotganmiz, keyin 200 ming uchun hozir 130 mingdan aka, vobshim shikolat narx aka bunga. Boshqa narsa zakaz qilaman, ozgina o't ber. Yo aka, zo'r narx bo'ldi, zo'r narx. Hozir dastavkasi bilan sizga 130 ming so'm aka olib kelganimizga. Bitta lakasi tashlagan Telegramga shuni kartani tashlab qo'y. Bo'ldi. Aka, va shu o'tib turib, pul o'tgandan keyin anaqa qilamiz. Maylimi aka? Endi har xil vaziyat bo'lyapti-da, o'zidan tushuning. Bo'ldi, o'shanisi yoqdimi? O'shanisi yoqdimi? Bo'ldi aka. Bo'ldi, yaxshilik ishlating aka, yaxshilik ishlang. Kichkintoy tabriklab qo'ying. Xo'p, rahmat sizga. Endi tashlasa bo'ldi endi bu. Hozir tashlab oling.